Tartibli inson hammamizga yoqadi. O'zimizni ham tartibli bo'lganimiz yaxshi. Yoqadi, to'g'rimi yo'qmi? Masalan, kiyimlarimiz zo'r tursa, oyoq kiyimlari, uyni ichi, kompyuterimizni rabochiy stoli, ishxonamiz, ya'ni hamma narsa tartibli bo'lsa, vaqtida aytgan vaqtida ketsa, hammamizga bu yoqadi. Ayniqsa farzandlarimiz tartibli bo'lsa, juda ham yoqadi, to'g'rimi yo'qmi? Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun tartib hammamizga yoqadi? Nima uchun? Nima uchun tartib bizga yoqimlidir? Keyinlab sizlarni qiynamasdan lo'ndasi javobiga o'taylik. Mana qaranglar. Har kuni ertalab biz bilamiz soat nechida quyosh chiqishini. To'g'rimi yo'qmi? Va nechida botishini bilamiz. Qachon quyosh tutilishini bilamiz. Bilamiz qishda sovuq bo'ladi. Bilamiz yozda issiq bo'ladi. Bilamiz yozda, bahorda yomg'ir yog'adi, kuzda barglar to'kiladi. To'g'rimi yo'qmi? Va bilamiz bir kunda 24 soatda quyosh yer o'z o'qi atrofida bir marta aylanadi. 365 kunda yer quyoshning atrofida bir marta aylanadi. To'g'rimi yo'qmi? Va bilamiz quyoshning atrofida 8 ta 9 ta planeta hammasi o'zining orbitasida uchib yuradi va hech qachon bir-biriga tegib ketmaydi. Hammasi o'zini ritmida aylanadi. To'g'rimi yo'qmi? Men nima demoqchiman? Tasavvur qiling, hamma narsa atrofimizdagi hamma narsa tartibda. Tartibda. Hamma narsa tartibda. Tartibli. Hamma narsa o'z vaqtida. Lekin butun bu tartibli bu dunyoda eng betartib siz bilan bizmiz. Eng betartib siz bilan bizmiz. Tartibning hammamizga yoqishi, o'zimizda tartibli bo'lgan yo o'zga insonning tartibli bo'lgani bizga yoqimlisi, chunki asli hammamiz ana shu tartibga qarab ketyapmiz. Butun koinot tartibda. Yer yuzidagi hamma hasharotlar, hamma hayvonlar tartibda. Ular biladi qachon bahorda uyg'onishni, qanday in qurishni, to'g'rimi yo'qmi? Qaldirg'ochning bolasi ko'rmagan onasining in qurganligini, lekin keyingi yil o'zi xuddi shunday quradi. Hamma narsa razmerlari ham, hamma narsasi, kameralari ham, hammasi bir xil. O'lchamlari ham bir xil bo'lsa kerak-ku. Bu degan so'z, hamma narsa qaytariladi, hamma narsa tartibda. Biz bu tartibni ko'rib, biz o'zimizda ana shu tartibni yaratishimiz kerak. Shuning uchun bizga tartibli inson juda ham yoqadi. Betartib bizga yoqmaydi. Betartibdan uzoqroq bo'lamiz. Tartibli insonga yaqinroq bo'lamiz. Chunki u to'g'ri yo'lda ketyapti. Shuning uchun tartib har birimizga yoqadi. Demak, nima uchun yoqadi tartib degan savolga qisqagina lo'nda javob bersak bo'ladi. Butun borliq, butun koinot tartibdadir. Lekin butun tartibli bu koinotda eng betartib siz bilan bizmiz. Shuning uchun hayotimiz davomida atrofimizdagi tartibni o'rganib, shuni o'z hayotimizga kirgizib, biz ham borgan sari tartibli bo'lsak, kundan kuniga hayotimiz yengillashib, barakati oshib boraveradi. Sog' omon bo'linglar.